Dunyoda shunday shahar borki, bu yerda odamlar suv ustida yashaydi. Nigeriyadagi Makoko shahri. Makoko aholisi taxminan 100 mingdan 300 minggacha deb ataladi. Aniq soni noma'lum. Bu yerda ko'pchilik baliqchilik bilan kun ko'radi. Bolalar maktabga qayiqda boradi. Ayrim uylar yog'och ustunlardan 2-3 metr balandlikda qurilgan. Makokoda suzuvchi maktab loyihasi ham bo'lgan. Kuchli yomg'ir, suv toshqini odamlar uchun katta xavf hisoblanadi. Lagos shahri milliardlab dollarli megapolis bo'lsa ham, Makoko juda kambag'al hududlardan biri. Bu joyni ko'plab blogerlar va dokumentalniy filmlar mashhur qilgan. Ayrim joylarda elektr umuman yo'q. Odamlar asosiy transport sifatida faqat kanyon qayiqlaridan foydalanadi. Makoko Afrikaning Venetsiyasi deb ham ataladi. Bu hudud sun'iy emas. Odamlar yillar davomida asta-sekin suv ustiga uy qurib yashay boshlagan. Siz shunday joyda yashay olarmidingiz? Izohlarda yozib keting, videoga like bosing, do'stlaringizga ulashib qo'ying.